Assalomu alaykum o'rtoqlar. Mani YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bugungi videoda sizlar bilan mana shu meykapni qilamiz. Bugun sizlar bilan Get Ready With Me YouTube'da yangi rubrika sizlar bilan birga syomkaga tayyorlanamiz. Get Ready With Me na syomku. Короче, bugun video olishimiz kerak. O'shaning uchun tayyorlanamiz. Har doim olaman deyman, lekin ololmayman. Cho'tta YouTube yaxshi prosmotr qilib beryapti. Instagramga qaraganda tushunmadim. YouTube meni поддержка qilyapti shekilli-da. Insonlar o'zi odam bloger bo'lsa shunaqa bo'ladi, prosmotrga qarab qoladi, odamning kayfiyati. Agar prosmotr yaxshi bo'lsa, odam xursand bo'ladi, kayfiyati yaxshi. Shuning uchun menga obuna bo'lib, like bosib, Instagram sahifamga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Chunki bu men uchun motivatsiya. Okey? O'rtoqlar, o'zim men просто так meykap qilaman. Unaqa men specialist emasman meykap qilish bo'yicha. O'zi birinchi men shu krem surib olaman, просто так. Nimaga bilmayman. Men YouTube'ga olar ekanman-ku, lekin Instagramga gapirib, meykap qilib, nimadir videolar qo'ymas ekanman. Nimaga? Buni ham bilmayman. Hech bilmas ekanman-da. No, короче, xolos o'rtoqlar, nima haqida gapirmoqchiman? Men xudoyim, o'ylab qarasam, уже UGC'da menda 10 ta proyekt bo'libdi. Yaqinda ham yana bir nechta bo'ldi proyektlar. No, men nimagadir hammasiga ulgurmayapman. Tushunasizlarmi? Keyin nimagadir tushunmadim. Ko'pchilik bu narsani blogerство deb tushunyapti. Это не blogerство, bu blogerlik emas. Bu UGC kreatorlik. Bu Rossiyada allaqachon rivojlanib bo'lgan, UGC Amerikada kirib kelgan narsa, bu aslida Qozog'istonda ham rivojlanib bo'lgan, lekin O'zbekistonga endi kirib kelyapti. Shunaqa qilib, men yuzimga krem surib oldim, shunaqa qilib. Va endi SPF suramiz. 6 minutочка olib keling. Xolos shunaqa mamnaq sepsa ham bo'ladi, lekin men birinchi qo'limga sepib olaman. Xuddi anaqa tonalnilarni o'sha qo'lda qizdirib olib, keyin yuzga surishadi-yu. Sepa shunaqa qilib men surib olaman. Xullas SPF tanlaganda, SPF yuzga surilganda oppoq bo'lib qolishi kerak emas ekan. Ammo endi shunaqa bo'lib qoladi. Qizlar, sizlar ishlatgan SPF'lar yaxshisidan kommentariyaga yozib ketinglar, men ham olib ishlatib ko'raman. Ular hamma yozda dachaga chiqyapti. Nimaga biz tog' bog'larga bormayapmiz? Xullas shunaqa. Keyin все хорошо. Aytgancha, agar sizlar bu kanalda yangi bo'lsanglar, iltimos, menga подписка bo'lib kuzatinglar. Bu yaxshi emas, подписка bo'lmasdan kuzatish. Okey? Okey, друзья. Xullas shunaqa. Mana sezilyaptimi kamerada? Yuzim oppoq bo'lib qo'ygan. Keyin tushunmayman. Yuzim o'zidan o'zi yaltiraydi, qaranglar. SPF yuzingizga surganda, men bo'yin qismingizga ham surishinglar kerak. Ko'pchilik unaqa qilmas ekan. Qilinglar shunaqa. Bo'ptimi qizlar? Hech ham qoshimni bo'yamayman, termaganman. Вот так. Mana shunaqa sinib ketdi yaqinda, shunaqa shotochka bilan qoshimdan tarab olaman. Mana bunda pastga qilib olaman qoshimni. Shunaqa narsani o'rgandim. O'shandan beri shunaqa qilaman. Keyin tepaga qilib olaman. Qiyin bo'lar ekan, to'g'risi, kichkina bo'lsa. Keyin tepaga qilib olaman. O'shanda yaxshi chiqadi deyishgan. Может, qaranglar, qosh terilgan bilan terilmaganning farqi bor. Farqi bor, конечно, farqi bo'ladi. No, chiroyliroq taraganda. Вот. Shunaqa suv bo'lyapti. Ko'chaga chiqsangiz, shunda siz qovurayotganga o'xshaydi. To'g'risi bir marta chiqib shunaqa yomon suvda qolib ketdi syomkada. Hozir syomkalarni ham xudo xolisa kechga belgilayapmiz. Obedga emas. Okey, keyin kiprigimni qilaman. No, kiprigimni qilmayman. Hozirlik bitta narsani o'rgataman. Peach makeup qilaylik. No, men boshqacha qilmoqchi edim. Hozir o'zgarib ham ketdi уже. Mo'chi bo'lgan planim. Вот, men rumyashki olganman Road'da. To'g'risini aytaman, o'rtalar yozuvi ham o'chib ketdi tezgina. Aslida buni yozuvchi olganman-ku Road'ga. Nimaga o'chib ketdi? Mana men bitimga ikkita anaqaga surish tavsiya bergan. ChatGPTdan so'raganimda. Вот так. Nimaga men вот так deyman? Shuni tushunmayman. Hamma videolarimda вот так degan. Lekin men jahlim chiqadi shu вот так deganim uchun. Tushunmayman-da, chunki videoda nimaga вот так deganman.
ko'raman, shunda videoni qaytadan вот так deganman. Вот так deganim esimda ham yo'qdi. Bu avtomatik chiqib ketadigan narsa. Tushunmayman nimaga unaqa bo'lishi. Keyin mana bu ko'zimizga ham surib olamiz. Keyin mana bitimizga ham surib olamiz. Keyin burnimizga ham surib olamiz. Keyin mana bitga ham surib olamiz. Вот. И все хорошо. Bo'ldimi o'rtoqlar, nima deysizlar? Yana qancha edi? Mana bitlarga ham surish kerak. Peshonasi katta odamlar suradi. Meni peshonam katta emas. O'shuning uchun surmayman. Men qo'limda qilaman. Anaqada ham testechkada ham qilib chiqdim. Menga yoqmadi. Qo'limda qilganim menga удобный ekan. Keyin bitta narsani ko'rdim. O'sha makeup qiladigan spesialistlardan. Hailey Bieberda. Mana qilar ekanda, u короче. Unda ko'rmadim Hailey Bieber. Xullas bittasi ko'rdimda. Mana bu rumyanani qo'lga surar ekanda, toner qilar ekanda, u aralashtirib keyin yuzga surar ekan. Xullas shunaqa peach makeup menga yarashar ekan, keyin glow makeup menga yarashar ekan. Ani o'zimni anaqamni so'raganda shuni ChatGPT. Keyin bitta zo'r narsa o'rganib oldim ChatGPTda. Xullas birorta til o'rganayotgan odamda shunda xuddi o'qituvchidek foydalansa bo'lar ekanda. Ventilyator turibdi-da, xullas men bitta sochim to'zib ketyapti bu yerga. Shovqinam eshitilayotgan bo'lsa kerak. Vo, shunaqa qilaman. Labga sursa ham bo'ladi. Qanaqadir hidi, yoqimli hid bor-ku, bu o'zi ne original, normda. Ha, do'stlarim, menga oyna kerak. Oynamdan olaymi? Men oynaga qaramasdan qila olmasdim, mayli kameraga qarab qilaman. Lekin kameraga qarab qilsam ko'rmayman, to'g'risi qilishman. Kamerada. Aytdim-ku sizlarga. Xullas yaxshisi oynani olib kela qolaylik. Ha, xullas o'rtalar menga normalniy kiprigimni qayraydigan. Men o'zi laminat qidirmoqchiman, chunki charchab ketdim. Kiprigimni har kuni qayravurishdan. Xullas shu kiprik qayraydigan olganimizga 9 oy bo'libdi. O'shandan beri ishlatyapmiz ekan. Men bu ichidagisicha umuman boshqa kiprik qayraydiganniki. Bitta oluvdik. Umuman bir tiyinga qimmat bo'lib chiqdi, to'g'risi o'rtoqlar. Normalniy kiprik qayraydiganim yo'q meni. Keyin bitta narsani o'yladim. Anaqa olsam mikrofon olgim kelyapti. Meni mikrofon mana bunaqa gapirgim kelyapti, tipo. Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Tipo mikrofonda gapirgim kelyapti. Mikrofonim yo'q, shuning uchun bleskda gapiraman mana bunaqa. Короче, shunaqa o'rtoqlar. Keyin burnimga bidir narsalar chiqishni boshladi-da. Keyin bunaqa oldim. Hali men o'zimda foydasini sezmadim, lekin boshqa odamda foydasini sezdim. Biz shunaqa tushdan oluvdik, lekin bir tiyinga qimmat ekan, chunki to'kilib ketyapti. Bular shunaqa tush qo'yib olamiz. Keyin bitta tush ko'rdim-da, короче, mana shu shotochkasi bunda qayrilar ekan. O'shaqa tush olgim kelyapti. Keyin yana bitta tush ko'rdim. Bir marta bunda surasiz, keyin ikkinchi marta surganingizda takoy zo'r effekt berar ekan-da kiprikka. O'shanda olgim kelyapti. Bitta tush zakaz qilganmiz, hali kelmadi. Mana. Meni kiprigim bir zo'r o'sib ketdi. Keyin o'sha nima qildim, aytaymi? Aytaman bo'pti. Kastorviy masla bilan qanaqadir vitamin. A vitaminni aralashtirib kiprigimga timmi bilmayman, 1 oymi 3 oymi surdik. Qancha surdik? Yaxshi, normalniy vaqt surdikda. Keyin foydasi bo'ldi. Kiprigim zo'r o'sdi. Tegi ham zo'r o'sib ketdi. Tepasidan ko'ra tegi ko'proq o'sib ketdi-da. Keyin nimagadir kiprigim to'kildi. O'sha tushdan bo'lsa kerak edi, shunisi. Keyin o'rtoqlarim mendan kipriging tegini qayirganmisan deb so'rashdi. Qanaqasi kipriging tegini qayirsa bo'ladi? O'zi shunaqa tabiiy. Uzun desam emas deganman. Sho, endi labim bo'yimiz. Plus qalam. Otsenkasi 04 Anna Rose ekan. Tintni
0.5, menda 0.2 ham bor. Menda Rode ham bor, lekin Rode'dan keyin men shokoladnikini oldim, ko'proq menga shu yoqdi. Xullas, birinchi labimni atrofini bo'yab chiqaman, konturidan chiqib kattaroq bo'lish uchun. O'z labim katta, lekin yana ham katta bo'yman. Bundoq qilib bo'yman. Вот, mana shu turdi. Keyin уже tint qo'yamiz. Keyin bleskni olib, hamma yog'iga emas, mana butiga, mana butiga qilsa chiroyliroq chiqadi. Mana. Biraz chiroyli chiqdi-ya. Mana shunaqa qilib ko'zimni oldiga mana shunaqa yaltirovchi surib oldim. Готов.